Buxoro shahrining Somoniylar nomidagi markaziy istirohat bog'ida inson uchun shiori ostida yugurish marafoni tashkil etildi. Ilk bor tashkil etilgan inklyuziv yugurish marafoni nafaqat sport musobaqasi, balki inson qadri, jamiyatda teng imkoniyat va sog'lom turmush tarzining ramziy bayramiga aylandi. Mazkur tadbir Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Buxoro viloyat boshqarmasi, viloyat hokimligi hamda bir qator hamkor tashkilotlar tashabbusi bilan tashkil qilindi. Marafonning asosiy maqsadi turli ijtimoiy guruhlar o'rtasida birdamlikni kuchaytirish va sport orqali sog'lom hayot tarzi targ'ibotini yo'lga qo'yishdan iborat bo'ldi. Tadbirning ochilish marosimida viloyat hokimligi mutasaddilari, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Buxoro viloyat boshqarmasi boshlig'i ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar marafon ishtirokchilarini samimiy tabriklab, sog'lom turmush tarzini ommalashtirish va jamiyatda hech bir shaxs e'tibordan chetda qolmasligi lozimligini ta'kidlashdi. Shu kuni ishtirokchilarning barchasi uchun yugurish yo'nalishlari ularning holatidan kelib chiqib belgilandi. Marafonda nogironligi bo'lgan shaxslar, yoshi ulug' fuqarolar, maktab o'quvchilari, yoshlar va professional sport ixlosmandlari bir safda yugurdi. Tadbirning o'ziga xos jihati shundaki, unda har bir qatnashchi o'z jismoniy imkoniyatidan qat'iy nazar ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Kimdir aravachada, kimdir qo'llab-quvvatlovchi yordamda, kimdir esa mustaqil ravishda belgilangan masofani bosib o'tdi. Ular orasida professional sportchilar bilan birga yangi qatnashuvchilar ham bor edi. Marafon davomida ishtirokchilar uchun madaniy ko'ngilochar dasturlar, jonli ijrodagi musiqiy chiqishlar, sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi axborot materiallari ham taqdim etildi. Ishtirokchilar faol qatnashganlar uchun rag'batlantiruvchi sovg'alar va esdalik sertifikatlar bilan taqdirlanishdi. Men stol tennis sport turi bo'yicha 2 yildan beri shug'ullanaman va 2 karra O'zbekiston chempioni bo'lganman. Va hozirgi marafonda yaxshi ishtirok etganman deb o'ylayman va bu bizning sog'lik turmushimiz haqida juda ham yaxshi. Inson uchun shiori ostida tashkil etilgan mazkur marafon jamiyatimizda inklyuzivlik madaniyati shakllanayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birgalikda nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatdagi ishtirokini rag'batlantirish, ularni qo'llab-quvvatlashda ham ahamiyatlidir. Bu kabi tadbirlar kelgusida ham an'anaga aylanishi, yurtimizda sog'lom turmush tarzi va insonparvarlik qadriyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.